Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va hurmatli obunachilarim. Bu videorolikim yaqinda Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida 8-o'rta ta'lim maktabida tahsil oluvchi 12 yashar qizchaning o'g'il farzandli bo'lganligi haqida bo'ladi bu videoroligim. Avvalambor shu YouTube kanalimga obuna bo'linglar, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. O'shanda kanalimga yangi qo'yilgan videoroliklarni ko'rib borasizlar. Kanalimni va videoroliklarni yaqinlaringiz, do'stlaringiz va tanishlaringizga yuboringlar. Kanalimga har doim sizlar uchun yangi va foydali videoroliklarni qo'yib boraman. Kanalimga obuna bo'lib, kanalimni qo'llab-quvvatlanglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida 12 yashar qizcha o'g'il farzandli bo'lgan yaqinda. U qizning homiladorligi, uning qornidagi bola 6 oylik bo'lgandan keyin aniq bo'lgan, ungacha aniq bo'lmagan. Farzandning otasi qizning o'gay otasi deb gumon qilinmoqda, lekin hali u noma'lum. U farzand kimdan tug'ilganligi, endi bu qizchadan DNK tashxisini olish kerak bo'ladi va o'g'il farzandning otasi kimligini aniqlash kerak bo'ladi, lekin hali u jarayon ham amalga oshmagan hali. DNK tashxisi ham olinmagan. Qizni farzandi kimdan ekanligini aniqlash uchun befarqlik qilmaslik kerak bu jarayonda. Ichki ishlar xodimlari, mahalladagilar, mahalla tashkilotlari hammasi bir yoqadan bosh chiqarib, endi farzandni otasi kimligini aniqlab, o'sha insonni jinoiy javobgarlikka tortish kerak bo'ladi. Agar kim bo'lsa u hali voyaga yetmagan qizga shu ishni qilib, uni homilador qilib qo'ygan insonni jinoiy javobgarlikka tortish kerak bo'ladi. Bu juda ham achinarli holat. Jamiyatimizdagi farzandlarimizga juda e'tiborli bo'lish kerak. Ular nima ishlar qilyapti, xabardor bo'lish kerak. Mahalla ichki ishlar xodimlari, profilaktika inspektorlari, mahalla komlar va boshqalar hammasi bir yoqadan bosh chiqarib, o'shanda shunaqangi holatlar yuz bermaydi deb o'ylayman. O'sha inson kimligini aniqlab, tez orada qizning o'g'il farzandining otasi kimligini aniqlab, tez orada u